Assalomu alaykum ustoz. Ustoz, meni uydagilar bir yigitga berishga rozilik berishdi. Ammo hali nikoh to'yi bo'lmas ekan. Savolim, to'ydan oldin nikoh o'qitib qo'ysa bo'ladimi? Men nikoh o'qitib qo'yaylik desam, nikohdan keyin birga yashash kerak, birga yashamasa nikoh mumkin emas deyishdi. Yaxshi, xo'p. Nikohdan keyin albatta tezlik bilan birga yashab ketish kerak degan gap yo'q. Nikohni avvaldan o'qitib qo'ysa ham bo'laveradi, lekin bitta mulohaza bor. O'zimni tajribamda o'tgan holatni aytib beraman. Bir yigit keldi, bundan bir 15 yil narida, kamida 15 yil, 20 yil bo'lyapti. Bir yigit kelib, kelin bilan hech qo'ymadi. Tanish hech qo'ymadi, u yoqdan keldi, bu yoqdan keldi, hali to'ylari bo'lishiga 3-4 oy bor ekan. Nikoh o'qib qo'ying. Biz endi bir-birimiz bilan baribir uchrashyapmiz, telefonda gaplashyapmiz, nomahram bo'lib qolmaylik, gunohkor bo'lmaylik, qora aka, iltimos nikoh o'qib qo'ying dedi. Men aytdim, to'y qachon desam, 3-4 oydan keyin muddatni aytdi taxminan. O'sha to'yga yaqinroq nikohlaninglar, shu afzal bo'ladi desam, qo'ymadi. Ha, bo'pti, mayli dedim, nikohlab qo'ydim. Umrimda bir marta shu bo'lgan, nikohlaganman. To'g'ri, shar'an hech qanday man etilgan joyi yo'q.